Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 28 iyun Amerika poytaxti Washingtonda boshlangan 2022 yillik Xalqaro diniy erkinlik oliy kengashi yig'inining 30 iyun o'tkazilgan yepilish marosimida mazkur kengashning qo'sh raislaridan Amerika hukumatining sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback apandi va Tom Lantos kishilik huquq va adolat fondining raisi Dr. Katrina Lantos Sweet xonimga Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan to'n kiydirilib do'ppi taqdim qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan to'n kiydirish marosimi dunyoning har qaysi ellardan kelgan diniy va siyosiy rahbarlardan bo'lib mingdan ortiq kishi qatnashgan 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik oliy kengashi yig'inining yepilish marosimiga alohida rang qo'shdi va yig'in ahlining qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Ömer Qanat apandim to'n kiydirish marosimida Sam Brownback apandi bilan Dr. Katrina Lantos Sweet xonimni shundaqla ularga to'n va do'p taqdim qilish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandimni sahnaga taklif qildi. Dolqin Ayso va Ömer Qanat apandi bilan marosimda qilgan so'zlarida Sam Brownback apandi bilan Dr. Katrina Lantos Sweet xonimning zulmga, ezilishga va irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqining ovozi bo'lib, ularga har zaman ega chiqib kelganligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, ularning riyosatchiligida bu navbat chaqirilgan va 3 kun davom qilgan 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik oliy kengash yig'inida Uyg'urlar masalasining muhim muzokara temalarining biri qilinganligidan alohida mamnun bo'lganligini bildirishdi. Dolqin Ayso va Ömer Qanat apandilar tarafidan Sam Brownback apandi bilan Dr. Katrina Lantos Sweet xonimga to'n va do'ppi kiydirilganda bo'lsa, butun yig'in zaldan guldiras olqish sadolari yangradi. 28 iyundan 30 iyungacha Washingtonda chaqirilgan 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik oliy kengash yig'iniga alohida taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris, Amerikadagi jasur lager shohidlarimizdan Zumrat Davud, Mehrgul Tursun, Tursunay Ziyovuddin qatorliqlar dunyoning har qaysi ellaridan kelgan diniy va siyosiy rahbarlarga Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini keng doirada anglatish fursatiga erishgan. Shundaqla yig'inning bir bo'limi maxsusla Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan chegara halqan bostirish siyosati haqida muhokama ilib berishga ajratilgan edi. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti bilan Amerika Uyg'ur birlashmasi 29 iyun kuni Washingtonda o'tkazilayotgan 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik oliy kengash yig'iniga yondosh holda Uyg'ur majburiy emgaki haqida maxsus muhokama yig'ini uyushtirdi. Amerika hukumatining sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback apandi mazkur muhokama yig'inida qilgan so'zida navbatda Amerikada ijro qilinayotgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ahamiyati haqida to'xtalib o'tdi. Uning bildirishicha, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni mohiyatda navbatda ko'plagan savdo shirkatlariga Xitoyning iqtisodiy sistemasidagi bir halqa bo'lish yoki Amerika iqtisodining tarkibiy qismi bo'lishdek bir tanlashni sunmoqda ekan. Yana kelib bu qonunning ijro qilinishi tufaylidan g'arb shirkatlari jazman bulardan birini tanlashga majbur bo'ldi ekan. Shundaqla ularning bir vaqt har ikki tarafni tanlash imkoniyati bo'lmaydi ekan. Chunki Xitoy hukumatı Xinjiang deb ataydigan, ammo Uyg'urlar Sharq Turkiston deb ataydigan bu zaminda ishlab chiqarilayotgan ko'plagan mahsulotlar hozir Uyg'urlarni zamoniy qullarga aylantirish badliga barliq kelayotganligi uchun bu haqda ortiqcha o'ylanish hajotsiz ekan. Texmi ichinishlik bo'lgani Xitoy hukumatı allaqachon yuqori fan texnik vositalardan foydalanib mutlaq nazorat va lager sistemasini kengaytayotganda majburiy emgak silinayotgan kishilarning soni barg'ansi eshib bormoqda ekan. Bundaq ahvolda Uyg'urlarni qo'llash g'arb dunyosi uchun tabiiy ravishda zo'r bir turlik majburiyatga aylanmoqda ekan. Xushallanishga tegishli bo'lgani, yaqindan buyon barg'ansir ko'p hukumatlar va parlamentlar bu masalani kun tartibga qo'yib, mushxil majburiy emgak mahsulotlarini ma'ni qilish haqida qaror olishni o'ylashmoqda ekan. Mushundaq qilganlar texmi ko'p g'arb shirkatlarini bu sababga jalb qilg'ili bo'ldigan bo'lib, o'zi va boshqa ko'plagan zotlar hozir dal mushundaq haqqoniyat ochildi Uyg'urlarni qat'iylik bilan himoya qilishni davom qilmoqda ekan. Amerika prezidenti Joe Bidenning o'tgan yil 12 oyda imzo qo'yish bilan rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 21 iyundan e'tiboran rasmiy ijro qilinishga boshlab, Sharq Turkistondan kelgan mahsulotlarning Amerikaga kirish rasmiy cheklanishga boshlagan edi. Mazkur qonunga asosan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilib, Amerikaga import qilingan mahsulotlarga qarta Amerika tamojnasida qattiq tekshirish yo'lga qo'yilib, import qiluvchilardan bu mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishlik yo'qligini qoyil qilarlik dalillar bilan isbotlash talab qilindi.
Chet eldagi savdo guruhlari Amerikaning Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonunining cheklamasiga uchirmaslik uchun harakatga o'tgan. Ular Xitoy hukumatini Sharq Turkistonda betaraf iqtisodiy taftish elib berib, ta'minlash liniyasida majburiy emgak mahsulotiga chetilib qolmaslik kapolat qilishga chaqirgan. Yahoo iqtisod to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoydagi Yevropa ittifoqi savdo jamiyati Xitoy hukumatiga iltijo qilib, bu qonundagi talab bek yuqori. Hukumat cho'qim uchinchi tarafning mustaqil iqtisodiy taftish qilishiga yo'l qo'ydigan bir tadbir tuzish kerak degan. Xabarda aytilishicha, Amerika Xitoydan keladigan kiyim, paxta, pomidor va quyosh energiya taxtasiga ishlatiladigan kristallik krimnini 4 xatar deb bekitgan. Bu mallarning majburiy emgak chetishligi bor yo'qligini Amerika taraf o'zi isbotlab bo'la olmaganligi uchun bu mas'uliyat tabiiy holda Xitoy korxonalarining zimmasiga yuklangan. Amerika tamojnisi Sharq Turkistondan keladigan mallarning hammasini majburiy emgak chetishlik deb qarmagan taqdirdimi, Amerika davlat majlisi va Amerika xalqiga bu haqda doklad sunish kerak ekan. Amerika tamojnisi amaldorlari Xitoyning ishchilarining huquq manfaatini qo'g'daydigan mustaqil taftish organining borligiga ishonmaydi ekan. Gerçi Xitoy hukumati Sharq Turkiston 3-taraf mustaqil iqtisodiy taftish ilib berish imkoniyatiga ega bo'lsa-mu, Xitoyda majburiy emgak masalasi yo'q deb qarag'anlik uchun uningga yaqin kelmaydi ekan. Holbuki Amerikaning o'z ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib Xitoy mallari qo'yilgan tekshirishni kuchaytirishga ergishib, Xitoy korxonalari buningdan keyin to'xim zo'r besimga duch keldi ekan. Xitoy iqtisodi chekindi ekan. Xitoy hukumati mustaqil iqtisodiy taftish ilib beradigan organni bekitish masalasini o'ylanishga majbur bo'ldi ekan. Amerikada Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni rasmiy ijro qilinishga boshlagan 21-iyun kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bilan Xitoy savdo ministrligi darhol bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi majburiy emgak tuzumining mavjudligini butunlay inkor qilish bilan birga Amerikani ig'vo tarqitib Xitoyning ichki ishlariga aralashish, Xitoy shirkatlarini ziyonga uchirtish bilan ayblagan. Shundaqla Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin qilgan so'zida Amerika yolg'onlarga tayinib turib atalmış Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni tuzib chiqib Şinjandagi munosabatli korxona va shaxslarga embargo yurgizdi. Bu bir yolg'onning davomi. Shundaqla Amerikaning kishilik huquqini qalqon qilib turib Jungoga qaratgan besimining yuqori pallaga chiqishi. Amerika xalqaro savdo qonunlariga xiloflik qilib xalqaroliq savdo munosabatlariga ziyon selyotidi. Amerikaning bu qilmishi mag'lubiyat bilan oxirlashidi deb bildirilgan edi. 28-iyun kuni boshlangan Shimoliy Atlantik ahd tashkiloti, ya'ni NATOga a'zo davlatlarning boshliqlar yig'inida Rossiya bilan Xitoyning xalqaro tahdidiga qarshi birlik sap hosil bo'lgan. New York vaqti gazetining xabar berishicha, NATOga a'zo davlatlar boshliqlari bu yig'inda tajovuzchi Rossiyani asosli raqib, uningga yordam berayotgan Xitoy strategiyalik xiris deb atalgan. Hamda bu razil ittifoqqa qanday taqobil turish masalasini muzokiralashgan. Xabarda ko'rsatilishicha, NATO aslida sovuq munosabatlar urushi mezgilida G'arb davlatlarining sobiq Sovet ittifoqiga qarshi shakllantirgan harbiy ittifoqi bo'lsa-mu, Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin Rossiyani raqib emas, balki yoshirin do'st qatorida ko'rgan. Xitoyni bo'lsa e'tiborga olmagan. Ammo bugungi kunda Rossiya sobiq Sovet ittifoqi yo'ldan mingib Xitoyni o'ziga hamroh qilib xalqaroga tahdid paydo qilganlik uchun NATO bu ikki davlat ittifoqini cho'ng tahdid deb hisoblagan. Ya'ni NATOga a'zo davlatlar bu qatam Xitoyni nishonga olgan bo'lib, Xitoyning strategiyalik xiris deb oshkora otilishi yangi bir burilish nuqtasi hisoblanadi ekan. Bu yig'inda NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg NATOning yangi vazifasini e'lon qilganda, Xitoy bilan Rossiyaning barg'ansir kuchayotgan strategiyalik hamkorligi va ularning xalqaro tartibini buzish g'arzi bizning qimmat qarashlarimiz va manfaatlarimizga tamoman ziddir degan. U NATOning sharq qanotidagi 8 davlatga necha minglagan yangi qo'shin o'rinlashtirilganligini jakarlagan. Amerika prezidenti Joe Biden Polsha quruqliq armiya bosh shtabi va dalada jang qilish batalyoni qurdiganligini bildirgan. Xitoy bularning hech qaysisiga tag'i inkos qaytarmagan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.